Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi so'zlar ketma-ketligini boshlaymiz. Bismillah. Lightly. Xayolimga lattali kelyapti. Ma'nosi bu yerda yengil ekan. Ya'ni juda ham yengil lattani tasavvur qilaman. Lightly. Keyingi recover. Xo'p, recoverga discover degan so'z kelyapti. Discovery degan kanal bor edi, bilsanglar. Har xil kashfiyotlar to'g'risida ko'proq kontentlar bo'lardi. Xo'p, ma'nosi tuzalmoq ekan. Xo'p, bitta kasal odam shu discoveryni ko'rib tuzalyapti. Recover. Nervousga nervinniy xayolim kelyapti. O'zi asabiy ekan. Shunda o'tkazib yuborsak ham bo'ladi. Nervous, asabiy, nervous. Keyingi so'zimiz exchange. Xayolimga shu X naqasi harfi chang bo'lib yotibdi o'sha. 3D formatda xayol keltiramiz. X chang bo'lib yotibdi. Exchange. Ma'nosi maydalash, ayirboshlash. Xo'p, bu menimcha pulga aloqasi bor. Demak, chang bo'lib yotgan X bo'lib turgan anaqa pullarning orasidan biza mayda-maydalarni tanlab olamiz. Exchange. Legendga, xo'p, bu endi ruscha so'zga o'xshaydi, legenda degan. Ma'nosi afsona. Xo'p, legendga menga faqat legenda kelyapti. Legenda degan kinosida Will Smith aktyor o'ynagan, shu xayolim keldi. Afsona, legend. Xo'p, container xayolim kelyapti. Xo'p, ma'nosi ichiga olmoq. Konteyner ichiga bir tala mana shunaqa kartochkalarni solamiz. Katta konteyner ichini shundoq so'zlar bilan to'ldirib tashlashimiz kerak. Contain ichiga olmoq. Spacega anaqa kelyapti. Elon Musk kompaniyasi bor, raketa uchiradigan SpaceX degan, o'sha kelyapti, ya'ni raketa. SpaceX raketasi. Ma'nosi bo'shliq ekan. Shu SpaceX raketasi kosmosga emas, shu butun bo'shliq tomon ketyapti. O'zi bilsanglar, space degan knopka ham bor aytgancha klaviaturada, kompyuterda. O'shanga qarab qo'nyapti. SpaceX raketasi. Space. Knopkaning usti bo'sh. Space. Bo'shliq bo'lyapti. Keyingi so'zimiz momentga endi xayolimga moment kelyapti. Tarjimasi ong lahza ekan, ya'ni bir daqiqa desa ham bo'lar ekan. Xo'p, moment surib qo'ydim, 1 minutda qotyapti-da. Ya'ni men timer oldimda bu joyga shu moment bilan qotirib qo'ydim. 1 minut mana vaqt belgilab qo'ydim. 1 minutdan keyin tekshiraman. Moment. Keyingi so'zimiz adventure. Xo'p, nima bor? Adventure. Xayolimga shu advokat, ya'ni boshdagi 3 so'z, 3 harf advokat, encherga chiranyapti degan so'z kelyapti. Ya'ni advokat chiranyapti. Ma'nosi sarguzasht ekan. Tasavvur qilamiz, advokat Indiana Jones olamiga tushib qoldi. O'sha yerda chiranib yuribdi. Adventure chiranib sayohat qilyapti. Ya'ni sarguzasht qilyapti ekan. To'g'rirog'i. Adventure. Advokat chiranib sarguzashtlardan o'tib ketyapti-da. Xo'p, silentga
Silentga saylov kelyapti. Ma'nosi shovqinsiz sukunat. Prezident sayloviga bordim. U yerda hech qanaqa ovoz chiqmaydi. Xonaga kirishim bilan o'sha qadam tovushlarim ham, ovozim ham chiqmayapti. Ya'ni hamma yoq jimjit. Silent. Saylovda shovqinsiz sukunat hukm suryapti. Enormous. Enormousga enormous. Hermes degan brend kelyapti. X yozilgan, tasavvur qilishingiz uchun X yozilgan brend bor. O'sha Hermes deydi, o'shunaqa kelyapti. Ma'nosi ulkan, katta. Shu Hermes brendidagi bitta shu misol uchun sumka deylik, shu sumka katta bo'lib ketyapti borgan sari, ulkan bu. Enormous. Ulkan, katta. Xo'p, Mysteryga Mr. Smith kelyapti. Ani kino bor edi. Mr. Smith degan. O'sha kelyapti. Brad Pitt o'ynagan. Juda ko'p kino ko'rganman o'shaning uchun shunaqa birdaniga kinoga bog'lanib ketib qoldi. Xo'p, sir maxfiy narsa ekan. Mystery. Mr. Bean'ga bog'lab olsanglar ham bo'ladi agar Mr. Smith kinosini ko'rmagan bo'lsangiz. Xullas, maxfiy sir ustida ish olib boryapti. Mr. Bean yoki Mr. Smith. Mystery. Keyingi so'zimiz war. Endi bu menimcha tarjima qilish ham shart emas. Hamma shu urush bo'lyapti. Xo'p, agar bilmaganlar bo'lsa, war. Warga shu o'g'ri kelyapti. Rus tilida war degan so'z bor-ku. War zakoni deb ham qolishadi bolalar, shunaqa narsa. Shu bolalarni urushga jo'natib yuboramiz. Hamma kamayadi. War. Tip. Menga tip top degan so'z kelyapti. Tip yoki tipratgan agar so'z xayollik emas. Tip. Xo'p, uchi choy chaqa ekan. Uchi. Biror narsani uchi bo'lsa kerak. Xo'p, choy chaqa, tip. Misol uchun, mehmonxonada choy chaqani o'rniga shu tip top so'kini beryapti yoki shu tipratganni beryapti. Anaqaga, xizmat ko'rsatuvchiga. Tip. Jo'jalarim degan muzika ham esim kelib ketdi. Xo'sh. Keyingi so'zimiz pet ekan. Pet. Petga pat kelyapti. Ma'nosi uy hayvoni ekan. Tasavvur qilamiz, biz uy hayvoni sifatida kuchuk yoki mushuk emas, shu pat boqamiz. Pet. Xo'p, keyingi so'zimiz advantage. Boyga advokatga o'xshab ketyapti bu ham. Xo'p, advantage. Fantage kelyapti men xayolimga. Advantage. O'xshaydimi? Advantage. Ma'nosi ustunlik ekan. Advantage, ustunlik. Xo'p. Advantage, ustunlik. Xo'p. Fantage kim kelishi menga ustunlik qilyapti ko'laga qaraganda. Advantage. Sizlarga qanaqa obraz keldi? Yozib qo'yinglar agar kommentariyada qiz zo'roq bo'lsa bir kulaylik. Xo'p, keyingi so'zimiz mad. Mat kelyapti. Kurash tushadigan anaqalarni mati bo'ladi-yu, bilsanglar. Xullas, judochilar kurashga tushadigan joyi mat, shu mat bilan qoplangan bo'ladi. Mad. Xo'p, ma'nosi quturgan ekan. Quturgan yoki aqldan ozgan. Quturgan kurashchilar shu mat ustida o'qiyapti, kurash tushyapti. Mad. Keyingi so'zimiz sheyk ekan. Sheykga sheyx degan so'z kelyapti. Ma'nosi silkitmoq, qamoq degan ma'nosi ham bor ekan. To'g'risi eslolmadim qamoq degan ma'nosini. Xullas, sheyx. Sheyxni biz bitta siltadikda qamoqga tiqib qo'ydik. Sheyk. Xo'p, giant. Giantga Giant. Joy kelyapti. Giant joy.
Xo'p, ma'nosi juda katta ekan. Juda katta joy bu o'sha giant. Xo'p, fitga endi fitnessga otdi. Oddiy qilib aytganda, ma'nosi loyiq, mos ekan. Ya'ni biron bir kiyim mos kelishi. Fit figura shunaqa zo'r, kiyimlar bittada mos keladi. Chunki fitnessga chiqasiz. Fit. Xo'p, bitta aylanib kelibmiz. Endi bitta aralashtiramizda qayta eslashga harakat qilamiz. 10 minutda nechta so'z aylanib obraz qilib chiqdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Xullas 20 ta so'z 10 minutda tayyor bo'lyapti. Qani qayta esla olaymanmi? Xo'p, ketdi. Contain. Bu ichiga olmoq. Buni konteyner bilan bog'lagandik. Xuddi mana shunaqa bir tala so'zlarni ichiga solib tashlayotdik mana. Ichiga olmoq. Keyingi so'zimiz recover. Shu Discovery kanalini tomosha qilayotgan odam tuzalib ketyapti. Ya'ni ma'nosi tuzalmoq. Xo'sh, kameradan chiqib ketmayaptim. Keyingi so'zimiz lightly ekan. Lightly. Nima qildik? Light. Lightly. Bu yengil edi, ma'nosi adashmasam, lekin obrazi kelmayapti. Lightly. Lattali, yengil latta. Lightly. Endi buni bitta obrazini sal mustahkamlab olsak zarar qilmaydi. Misol uchun, slishkim latta bola bitta ko'tarib ko'rsa yengil ekan. Shu narsani his qilaylik. Lattaga o'xshamda yoyilib ketyapti yengilligidan shu bola. Lightly. Keyingisi exchange. Shu x usti chang bo'lyapti-da. Ya'ni pulli anaqasi shunaqa x chizig'i bor, usti chang bo'lyapti. Biz uni eng maydalarini olamiz. Mayda bo'lib yotibdi. Ya'ni ma'nosi maydalash, ayirboshlash. Xo'p, keyingisi nervous. Endi bu nervni dedik, oson. Asabiy, nervni. Xo'p, SpaceX raketasi klaviaturadagi bo'sh joyga bo'shliqqa qo'nyapti. Bo'shliq ma'nosi. Keyingisi fitnessga chiqqanimiz uchun biz shu zo'r kiyimlarga mosmiz, loyiqmiz. Giant nima qildik? Giant. Joy edi. Katta, ulkan joy bo'sh yotibdi. Juda katta mana. Katta joy. Xo'p, shake biz sheyx bilan bog'ladik obrazi. Ma'nosi silkitmoq, qamoq edi. Ya'ni sheyx bizni bitta ushladi deb silkitdik, qamoqga tushib qoldi mana. Keyingisi mad. Bu yerda nima bo'lyapti? Quturgan kurashchilar bir-biri bilan urush qilyapti, jang qilyapti. Quturgan aqldan ozgan. Mat ustida. Xo'p, war shu war zakoniy qilib shunaqa deydigan bolalarni biz urushga jo'natib yuboramiz. Agar bu so'z bilmaydiganlar bo'lsa, shunaqa obraz qilsanglar bo'ladi. Xo'p, mystery. Shu Mr. Bean yoki Mr. Smith juda ham sirli joylarda yurishibdi. Maxfiy narsa. Xo'p, enormous. Nima qildik buni? Enormous. Hermes brendidagi katta juda ham sumka. Ya'ni Hermes brendi ulkan bo'lib ketyapti. Enormous. Xo'p, keyingi so'zimiz advantage. Xo'p, advantage. Buni nima qildik? Advantage. To'g'risi eslolmayman. Advantage. Bunaqa holat bo'lishi tabiiy, ustunlik. Fanti ichish ustunlik qilyapti. Mana shuni bitta boshqatdan qilamiz. Bu yoqqa olib turaylik. Xo'p,
saylovda shu ovoz chiqmay qolibdi. Kirgan joyimizda shu saylov zaliga. Ya'ni ma'nosi anaqa. Shovqinsiz, tinch. Adventure. Biz bu yerda ikkiga bo'ldik so'zi. Advokat, chiranib. Adventure deganda shu chiranib degan anaqa bo'ldik. Ya'ni advokat chiranib shu Indiana Jones olamida sarguzasht qilayotganini tasavvur qildik. Momentga biz nima qildik? Momentli. Men bu timerni topishtirib qo'yib 1 daqiqaga qo'yib qildik. Tekshiramiz ketdik. Moment 10 lahza 1 daqiqa. Xo'p, pet biza patga bog'ladik, ya'ni uy hayvoni edi so'z ma'nosi, ya'ni uy hayvonining o'rniga biz pat boqqanmiz. Tip choy-chaqa o'rniga tip-top beryapti, ya'ni choy-chaqa. Hop, Legendga shu kinodagi Will Smith xayolim keldi. U haqiqiy afsona. Xo'sh, mana bu so'z ustida bitta ishlayveramiz. Advantage. Xo'p, ustunlik edi. Tasavvur qilamiz. Uzun katta qadimgi Yunonistondagi ustunlar bo'ladi-yu, o'shunaqa ustunlarni tepasiga fantalar taxlab chiqishgan. Kim fanta ichkisi kelsa, shu ustunlarga chiqib fantani ichaversin deb eslab qolaylik. Advantage ustunlik. Videoni yana qayta ko'ringlar. Xudo xolasa kommentariyada ketdi. Nemis tiliga ham qilib bering bitta deb. Niyat bor. Bir 3 tami 4 tildan greta bir 50 ta yoki 100 ta so'zlarni yozib chiqaman-da, xuddi mana shunaqa qilib. Ularni xuddi faqat ularni kattaroq video bo'ladi. Bitta videoda shu har xil tillardan obraz qilamiz. Shuning uchun sizlar kommentariyada yozinglar, yana qaysi tillarni. Mana hozir bitta nemis tili olindi. Qolgan tillarni ham qo'shishimiz kerak. Sizlar yozgan tillardan men obraz qilaman, shu so'zlarni. Agar iloji bo'lsa yodlolmayotgan so'zlarni yozib yuborsanglar ham bo'ladi. Ularga ham obraz qilamiz. Charchamanglar.